Tövəndi dehqonlarga iqtisodshunos Daron Ajam o'g'li bilan James Robinsonning dunyoviy mashhur asari Davlatlar, ya'ni millatlar nemishqa halok bo'ladi degan kitobidan uzluksiz tarjima. 3-bob 7-paragraf. Talon-taroj xarakterli siyosiy muassasalar ostidagi iqtisodning ishi. Qonunsiz qilmishlar va ig'ir darajada xatarlik bo'lgan mulk huquqi ustida to'xtalganimizda, buningga bugungi Kongodimi o'ta yaxshi misolni topolmaymiz. Lekin ko'pincha hollarda bu xil oshqunlik barliq iqtisodiy rag'bat mexanizmini buzib tashlaydiganligi sababli talon-taroj qilgidek boylik yaratolmaydiganligi uchun yuqori qatlamning manfaatiga ziyonliqdir. Bu kitobning asosli maqsadi iqtisodiy eshish va gullanishning hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy va siyosiy muassasalar bilan bog'lanishlik bo'lsa, talon-taroj xarakterli muassasalarning odatda iqtisodiy turg'unlik va nomrodlikqa boshlaydiganligini yo'ritib berishdir. Lekin bu na talon-taroj xarakterli muassasalarning iqtisodiy ishni paydo qila olmaydiganligidan, na barliq talon-taroj xarakterli muassasalarning barobar ta'sirga ega bo'ladiganligidan derak bermaydi. Talon-taroj xarakterli siyosiy muassasalar ostida iqtisodning ishi mumkin bo'ladigan farqli ammo bir-birini to'liqlaydigan ikki usul bor. Birinchisi, iqtisodiy muassasalar talon-taroj xarakteriga ega bo'lsa-mu, ammo boyliqlarni kontrol qiluvchi yuqori qatlam kishilari boyliqlarni o'zlari kontrol qiladigan, yuqori foyda olib keladigan sohalarga taqsimlaganida iqtisodning ishi mumkin bo'ladi. Bu xil ishga eng yaxshi misol bo'ldig'ini 16-asr bilan 18-asrning mazgilidagi Karibiyan orollaridir. U mazgillarda bu yerdagi nurg'un kishilar qullar bo'lib, turmushni aran qamdaydigan holat yashagan va intayin nachar sharoitda terixchilik amgigi bilan shug'ullangan hamda ularning ko'pchiligi ozuqlik yetishmaslik ham herib charchash sababidan o'lib ketishgan. 17 va 18-asrlardagi Barbados, Kuba, Haiti va Jamaykada terixchilik egildirdan tarkib topgan oz sonli yuqori qatlam kishilari barliq siyosiy huquqni kontrol qilib olgan bo'lib, qullarni o'z ichiga olgan barliq boyliqlarni egallab olishgan edi. Umumiy xalqning hech qanday huquqi bo'lmaganligi uchun yuqori qatlamning xususiy mulklari va boyliqlari yaxshi qo'g'dalgan. Umumiy xalqni vahshiylarcha eksploatatsiya qilishni amalga oshirgan talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasalarning bo'lishiga qaramay, bu orollar texi o'z vaqtida dunyodagi eng boy yerlardan bo'lishgan. Chunki ular shakar o'stirib ishlab chiqarib, dunyo bozorida dunyoning hamma yeriga setishgan. Bu orollarning iqtisodi terixchilik egildirdan tarkib topgan siyosiy huquqni kontrol qilib olgan kishilarning kirimi va siyosiy huquqqa tahdid soladigan yangi iqtisodiy faoliyatlarga yo'tkilish zarur bo'lgandilar, ondan to'rg'inlik cho'kib qolgan. Yana bir misol. Sovet Ittifoqining 1928-yildan 1970-yillargacha bo'lgan mazgilida birinchi 5 yillik planni yo'l qo'ygandagi iqtisodning ishi va sanoatlashishidir. Bu mazgillarda siyosiy va iqtisodiy muassasalar yuqori darajada talon-taroj xarakteriga ega bo'lib, bozorlar ig'ir darajada cheklanmaga uchragan. Shundoq bo'lganiga qaramay, Sovet Ittifoqi tez suratda iqtisodiy ishni qo'lga keltirgan. Chunki u davlatning kuchini ishlatib, unumsiz shaklda ishlatilayotgan yezigiligi sohasiga boyliqlarni sanoat sohasiga o'tkazishga muvaffaq bo'la olgan.
Bulan xarakterlik siyosiy muassasalar aslida paydo bo'ladigan ikkinchi tipdagi iqtisodiy eshish muassala butunlay demagandimi qisman doirada hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy muassasalarning taraqqiyotiga yo'l qo'ygan vaqtda maydonga keladi. Talon-taroj xarakterlik siyosiy muassasalarga ega nurg'un jamiyatlar ijodiy vayronchilikdan qo'rqqani uchun hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy muassasalardan hazar haydaydi. Lekin hokimiyat so'rig'ichi yuqori tabiqining huquqni monopoliya qilish darajasi jamiyatlarda o'xshamaydi. Ba'zilarda bu tabiiy kishilarning o'rni yetarli darajada bexatar bo'lib, bu holat ularning siyosiy huquqiga tahdid solmaydigan, hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy muassasalarga qarata muayyan mayilligining shakllanishiga yo'l qo'ydi. Yo'l ochadi. Yana boshqa bir holat shuki, tarixiy sharoit ba'zida talon-taroj xarakterlik siyosiy muassasalarni hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy muassasalarning mavjudligiga yo'l qo'yishiga majbur qiladi. Natijada bu talon-taroj xarakterlik siyosiy muassasalar ostida iqtisodiy eshish yuz beradigan ikkinchi xil yo'lni baxsh etadi. Bu xildagi iqtisodiy ishqa General Parkning vaqtidagi Janubiy Koreyaning tez sur'atli sanoat ishi yaxshi misol bo'la oladi. General Park 1961-yili Amerikaning kuchli qo'llashiga erishayotgan, hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy muassasalar bo'lgan jamiyatda harbiy o'zgarish qo'zg'ash orqali hokimiyatga chiqqan. Garchi Park hokimiyati hokim mutlaq bo'lsa, ammo u iqtisodni gullantirishni o'ziga nisbatan bexatar his qilgan. Amaliyotda uning aktivlik bilan iqtisodni gullantirishi balkim qisman darajada uning hokimiyatining talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasalarning bevosita qo'llashiga hojat tushmaganlikdan bo'lishi mumkin. Janubiy Koreyadagi iqtisodiy ishning Sovet ittifoqidagi va boshqa talon-taroj xarakterli muassasalar ostida amalga oshgan ko'p sonli iqtisodiy ishlardan farq qiladiganini, Janubiy Koreyaning 1980-yillarda talon-taroj xarakteridagi siyosiy muassasalardan hammani o'z ichiga oladigan siyosiy muassasalarga o'ngishli o'tganligi sababidandir. Janubiy Koreyaning hokim mutlaq bir tuzumidan erkin bo'lgan yana bir tuzumga bu xil muvaffaqiyatli holda ko'chishi bir-biriga ta'sir qilishadigan nurg'un omillarning birlikda rol o'ynashidandir. 1970-yillarga kelganda Janubiy Koreyadagi siyosiy muassasalar yetarli darajada hammani o'z ichiga oladigan bo'lib, talon-taroj xarakterli siyosiy muassasalarning mavjud bo'lishida zarur bo'lgan kuchli sababning birini ojizlab o'tdi. Ya'ni iqtisodiy jihatda ustunlikni egallab olganlarning yoki o'zlaridan yoki armiyaning siyosiy hukmronlik qilishdan erishgudak naf chiqmadi. Janubiy Koreyadagi nisbiy darajadagi kirim barobarligi hukmron sinfni ko'p xillik va demokratiyadan qo'rqib ketmaydigan qildi. Shimoliy Koreyaning tahdidini ko'zda tutib, Amerikaning Janubiy Koreyaga ko'rsatgan muhim ta'siri jonliq shakldagi demokratiya harakatini barliqqa keltirib, harbiy diktatorlikni avomni uzun mazgil besish qudratidan mahrum qoldirdi. 1979-yilda General Park suiqasdga uchrab o'lgandan keyin Chöndaxan boshchiligida harbiy o'zgarish yuz berdi. Chöndaxan xanning tanlagan izbosari Ro'xtayevning siyosiy islohot ilib berishi natijasida 1992-yildan keyin Janubiy Koreyada ko'p xillik asosidagi demokratiyaning yo'li mustahkamlandi. Albatta, bu xildagi bir tuzumdan yana bir tuzumga o'tish Sovet ittifoqida yuz bermadi. Natijada Sovet ittifoqidagi iqtisodiy gullanishning fursatini qo'ldan berib qo'ydi hamda 1980-yillarga kelganda uning iqtisodi vayron bo'ldi ham uning o'zimi 1990-yillarga kelganda butunlay gumron bo'ldi. Bugungi Xitoy davlatining iqtisodining ishining ham Sovet bilan ham Janubiy Koreyaning kashmishlari bilan o'rtog'ligi bor.
Xitoy iqtisodining dastlabki ishida yezi iligida ilib berilgan radikal shakldagi bozor islohoti turtkilik rol o'ynagan bo'lsa, uning sanoat sohasidagi islohoti to'liq ojiz bo'ldi. Hatto bugungi kundami qaysi soha va qaysi shirkatlar hukumatdan qo'shimcha mablag'ga erishib taraqqiy qilib kengaydi va shu jarayonda boylik yaratadi masalasidami hukumat va kompartiya qaror chiqarib yadroliq rol o'ynaydi. Sovet ittifoqi o'zining mahshar kunini ko'rayotganda Xitoyni aytitiz taraqqiy qildi. Lekin bu xil eshish yanla talon-taroj xarakterlik muassala va davlatning kontroli ostida hammani o'z ichiga olgan siyosiy muassasalar yo'q deyarlik bo'lgan sharoitda borliq keldi. Xitoyning iqtisodiy muassasalarining hammani o'z ichiga oladigan bo'lmasligidek paket uningda Janubiy Koreyadagidek tuzum jihatdagi ko'chishning yuz bermaydiganligidan derak berdi. Gerçi buni yuz bermaydi deb kesipli aytib bo'lmasmi albatta. Talon-taroj xarakterlik siyosiy muassasalar sharoitida iqtisodiy ish yuz beradigan u ikki xil usulda siyosiy jihatdagi markazlashtirishning hal qiluvchi rol o'ynaydiganligiga diqqat qilish kerak. Muayyan darajada siyosiy markazlashtirish bo'lmaganda Barbados, Kuba, Haiti va Jamaykadagi terishchilik xo'jayinlari qonun va tartibni saqlay olmagan ham o'zlarining mulki va boyliqlarini qo'g'dab qola olmagan bo'ladi. Ko'rinarli darajada siyosiy markazlashtirish elib berib, siyosiy huquqni ching tutib turmagan bo'lsa, na Janubiy Koreya armiyasining qo'mondonlari, na Xitoy kompartiyasi ahamiyatli bo'lgan iqtisodiy islohotlarni elib berishda bexatar his qilmagan, shuning bilan birlikda huquqni ching tutib tura olmagan bo'ladi. Hamda huquqni markazlashtirish bo'lmagan bo'lsa, Sovet ittifoqi hokimiyati yoki Xitoy iqtisodiy faoliyatlarni moslashtirib, boyliqlarni ishlab chiqarish unumdorligi yuqori sohalarga taqsimlangan bo'ladi. Demak, talon-taroj xarakterlik siyosiy muassasalarni bir-biridan ayirib turilgan bo'yim narsa dal siyosiy markazlashishning qanchalik darajada bo'lishidir. Tuvanki Sahara Afrikasidagi nurg'un hokimiyatlarda bu xil siyosiy markazlashtirish bo'lmagani uchun ularning hatto cheklik darajadagi iqtisodiy ishni barliq keltirishi qiyinga to'xtagan. Talon-taroj xarakterlik muassasalar garchi ma'lum iqtisodiy ishni qo'lga keltira olsa-mu, ammo ular odatda uzun davomlashmaydi hamda ijodiy vayronchilikni birga ilib keladigan iqtisodiy gullanishni yarata olmaydi. Siyosiy va iqtisodiy muassasalarning hammasi talon-taroj xarakterlik bo'lganida ijodiy vayronchilik paydo qilish va texnikalik o'zgarish hosil qilishning jalb qilg'dak yerma qolmaydi. Hokimiyat ma'lum mazgil boylik va odam kuchini buyruq bilan taqsimlash orqali qisqa muddatning ichida g'oyat tez suratda iqtisodiy gullanish paydo qila olishi mumkin. Ammo bu jarayon cheklikdir. U ma'lum chekka yetganda iqtisodning ishi to'xtab qoladi. Xuddi 1970-yillardagi Sovet ittifoqiningidek. Sovet ittifoqi tez suratda iqtisodiy ishni qo'lga keltirgan yillardami iqtisodning nurg'un sohasida texnikalik yengillanish bo'lib ketmagan. Garchi ular g'oyat zo'r boyliqni harbiy hozirliklarga ishlatib, harbiy texnikani rivojlantirib, qisqa muddatning ichida olam bo'shlig'i va yadro musobaqasida Amerikaning oldiga o'tib ketgan bo'lsa-mu, biroq ijodiy vayronchilik va keng ko'lamli texnikaviy ijodlik bo'lmagan bu xil eshish sijil davomlasha olmay, oxiri ular vayronchilikka duchor bo'ldi. Uning ustiga talon-taroj xarakterlik siyosiy muassasalar sharoitidagi iqtisodiy ishni qo'llaydigan o'rlashtirishlar tabiiydan olganda ojiz bo'lib, osonlik gumron bo'ladi. Yoki talon-taroj xarakterlik muassasalar o'zlari paydo qilgan ichki to'qinish jarayonida osonlik buzilib tashlanadi. Amaliyotda talon-taroj xarakterlik siyosiy va iqtisodiy muassasalar ichki to'qinish paydo qilishga qarata umumyuzlik bir xil moyillikni shakllantirdi. Chunki ular huquq va boylikni tar darajada oz sondagi yuqori qatlam kishilarning qo'rg'in markazlashtirib qo'ydi. Mubada boshqa bir guruh bu qatlamdan g'olib kelsa, u holda bu yangi guruhga hokimiyatni kontrol qilib, boylik va huquqning masni chiqib, o'zirini suradiganlarga aylanadi. Keyingi Rim imperiyasi va Maya shaharlarining gumron bo'lishini muzokara qilgan chog'imizda tushuntirganimizdek, qudratli hokimiyatni kontrol qilishni talish urushi har doim yoshirin shaklda elib beriladi. Bu ba'zida o'tkazilib ichki urushga aylanib, hokimiyatlarni qo'lga tutsa,
ba'zi jamiyatni butunlay palash holga tushirib, davlatning halok bo'lishini keltirib chiqardi. Buning ifodalaydigani mundaq. Ya'ni talon-taroj xarakterli muassasalar sharoitida garchi bir jamiyat dastlabda ma'lum darajada markazlashgan hokimiyatni qurib chiqalasimi, u hokimiyat uzunga davomlashmaydi. Amaliyotda talon-taroj xarakterli muassasalarni kontrol qilish jarayonida paydo bo'lgan ichki ziddiyat doim degidek ichki urushga aylanib, keng ko'lamli qonunsiz voqealarni keltirib chiqarib, Tuvanki Afrika qit'asi, Latin Amerikasi va Janubiy Osiyodagi huquqni markazlashtirilmagan davlatlarda aciz hokimiyatlarni paydo qiladi. Xuddi Janubiy Koreyadagi o'xshash talon-taroj xarakterli siyosiy muassasalar hammani o'z ichiga olgan iqtisodiy muassasalarga yo'l qo'ygan chig'ida iqtisodning ishi barliq gasimi, ammo u chaqda iqtisodiy muassasalarning talon-taroj xarakterini elib qilish va shu sabab iqtisodning turg'unlik cho'kib qilish xatarini birga elib keladi. Shunga siyosiy muassasalarni kontrol qiluvchilar eng oxirida huquqni ishlatib raqobatni cheklash va o'zining o'ljisining cho'ng bo'lish va hatto boshqalarni bulang-talang qilishning iqtisodni taraqqiy qildirishni qo'llashga qaraganda o'zlariga foydali bo'lganligini to'nib ketishidi. Agar muassasalar talon-taroj xarakteridan hammani o'z ichiga oladigan xarakterga o'zgarmaganida, huquqni taqsimlovchilar va uni ishlatuvchilar cho'qimki iqtisodiy gullanishning eng asosli bo'lgan yo'lini qazib o'tadi. Kelarki tema 4-bob.